Sohalar rivojida bevosita har bir jarayonni raqamlashtirilganligi ahamiyatlidir. Barcha tizimda bo'lgani kabi gaz ta'minotida ham raqamlashtirish texnologiyasi yaxshi samara bermoqda. Tizim xodimlari bilan bir qatorda iste'molchi uchun bu juda qulay bo'ldi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Soha vakillari tomonidan navbatdagi yana bir xayrli ishga qo'l urildi. Hududlardagi mahallalarda avtomatlashtirilgan mahalla iste'mol nazorat hisob balansi joriy qilindi. Dastlabki jarayonlar viloyatning Buxoro tumanidagi Decha mahallasidan boshlangan edi. Ta'kidlash lozim, ushbu hududda avtomatlashtirilgan mahalla iste'mol nazorat hisob balansi bo'yicha amaliy ishlarga start berilgan ekan, bevosita iste'molchilarga yetkazib berilayotgan tabiiy gaz ta'minoti avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimida olib borilishiga ahamiyat qaratilmoqda. Ushbu mobil ilova bilan xonadonga kelinganda, iste'molchiga tashrif buyurilganda xonadon egasi chaqirilib, keyin hisoblagich holatini sozligi ko'rish imkoniyati bor. Bu uchun demak zond qurilmasi bilan hisoblagichga qo'yib qo'yganimizdan keyin buni aktivlashtiramiz. Hisoblagichning ma'lumotlarini dasturga ko'ramiz. Xo'sh, bu yerda bizga уже mana bu gaz hisoblagichda zavod raqami, metrolik mikrodasturning yangiliklari, savatlari, pakajlanasi hamma ma'lumoti avtomatik chiqadi. Xo'sh, uni agar kunlik sarfini bilmoqchi bo'lsak, kunlik sarf degan joyni bosib turib davom ettirish qilsak, o'z miyasiga, buni miyasidan oladi. Arzonligi bor yo'qligi ikkinchi mobil ilovadan bilsa bo'ladi. 12-mart kuni misol uchun 14700 kunlik rasxodlari ko'rinib turadi. Ommaviy axborot vositalari va mustaqil jurnalistlar, blogerlardan tashkil topgan jamoa bu jarayonlarni G'ijduvon tumanida qanday kechayotganligi bilan tanishdi. Avtomatlashtirilgan hisob balans loyihasi bo'yicha G'ijduvon tumanida bugungi kunda 2 kilometrdan ortiq diametri kesimi 100 millimetrli gaz quvuri montaj qilindi. Eski gaz quvurlar, kichik diametrdagi kichik kesimdagi gaz quvurlarni o'rniga loyiha asosida yangidan birinchi navbatda gaz quvuri montaj qilib chiqildi. Qishloq tanlab olindi. Biz hozir turgan qishlog'imiz dastlab 2012-yilda gazlashtirilgan bo'lib, shu kungacha aholiga qish mavsumiga gazdan uzilishlar kelib turardi muntazam. Shu uchun shu hudud tanlab olindida mana bu yangidan loyiha asosida montaj ishlari boshlari hozir yakuniga yetib kelmoqda. Buni afzallik tomoni shundaki, mahallani kirish qismida asosiy gaz hisoblash uskunasi o'rnatilgan va o'rnatiladi. Qo'shimcha bitta yangi gaz maromlash yuqori bosimli gaz maromlash punkti o'rnatiladi va har bir xonadonda elektron счетчикlar mavjud bo'lib, qo'shimcha 2 bosqinchi tizimga o'tkazish maqsadida regulyatorlar o'rnatib chiqiladi. Buni afzallik tomoni aholiga bir maromda gaz ta'minoti shu qish mavsumida bir maromda gaz ta'minotini yetkazib berish ta'minlanadi. Birinchi navbatda ajratilgan gaz limit doirasida gaz yetkazib beramiz aholiga. Agar biz hozir shu kecha kunduzga 22 mingta xonadonga suyultirilgan gaz yetkazib beryapmiz va 46 mingta xonadonga tabiiy gaz bilan ta'minlab kelyapmiz. Agarda biz qaytib suyultirilgan gazni tabiiy gazga o'tkazadigan bo'lgan taqdirda ana bu gaz ta'minoti yana qaytib uzilishlar bo'ladi. Bu qurilma regulyator deyiladi. Regulyator deyiladi. Bu vaqtiga o'sha har bir qishloqqa bitta ikkita punktlar bo'lardi. GRP punktlar bo'lardi. O'sha hozir ixchamlashtirildi va GRPlardan voz kechildida har bir xonadonga mana shu qurilma o'rnatildi. Ya'ni regulyator, maromlagich deymiz buni. Buni qulayliklari shundaki, gaz bosimini bir me'yorda yetkazib beradi. Alohida shu xonadon uchun ishlaydi bu. Qishloq uchun emas. Bir maromda yetkazib beradi. Gaz o'chib yonish bo'lsa trassada bu avtomatik tarzda gazdan ajratadi bu. Gazdan ajratadi. Yoki ichkariga qanaqadir quvur yorilib ketishi, boshqa bir holat bo'lgan taqdirda ham avtomatik yopadi. Shu tomonlama juda qulay. Keyin qish faslida mana tabiiy gazga bo'lgan ehtiyoj ko'payishi hisobidan gaz bosimi pasayishi kuzatilmaydi bunga. Ta'kidlash lozim, tumanning Qoraxoni mahallasida amaliy ishlar olib borilayotgan bo'lib, 221 ta xonadonlarni 2 bosqichli tizimga o'tkazish hisobiga 2 ta gaz maromlash qurilmasini demontaj qilish, 197 ta ma'nan eskirgan
nostandart gaz jihozini energiya tejamkor gaz yondirgichlariga almashtirish, 3 kilometrdan ortiq gaz quvurlarini rekonstruksiya qilish ishlari belgilangan. Amaliy ishlar natijasi o'laroq 2024-yilga nisbatan 91,1 ming metr kub tabiiy gazni tejalishiga erishilishi tadbir davomida alohida qayd etildi. Buxoro viloyati G'ijdon tumanidagi Qaraxon mahalla fuqarolar yig'inida jami 642 ta xonadonimiz mavjud bo'lib, 3722 ta fuqaromiz yashaydi. Shundan 1095 ta xonadonimiz bor, aholimiz bor. O'sha xonadonlarda mana hozir yangi aql o'chirgichlar qo'yilgan. Bizni mahallada yangi liniyalar tortildi. Maqsad o'sha gaz xonadonlarda to'liq bo'lishi uchun to'liq ta'minlash maqsadida tortildi. Undan keyin regulyator qo'yildi. Hozirgi kunda xonadonlarimizda hech qanaqa gaz bo'yicha muammo yo'q. Barcha xonadonlarimiz mahalla bo'yicha gaz quvurlari tortilgan, oqva gazga o'tgan 100%. Hozirgi kundagi yangi gaz diametrlari, tortilgan yangi gaz quvurlari aholiga juda qulaylik yaratyapti. Chunki aholi gaz qancha qabul qilinyapti mahallamizga, qancha iste'mol qilinyapti, hammasi oynadek ravshan, ma'lum. Shu uchun ham bizaga, aholiga, xonadonlarga, mahallamizga juda qulaylik yaratib turibdi. Shuningdek, mahalla gazchilari uchun berilgan zamonaviy planshetlarning imkoniyatlari, ularning ahamiyati va qulayligi to'g'risida mutaxassislar tomonidan ommaviy axborot vositalari xodimlariga tushuntirishlar berildi. Bu planshet elektron qurilmasi bugungi kunda G'ijdon tumanidagi barcha mahalla gazchilariga topshirilgan. Undagi mobil ilovalar orqali gaz hisoblagichdagi holatlarni aniqlash mumkin. Aloqa test qilish bilan keyin kamchiliklarni bartaraf choralarni ko'rsa bo'ladi. Bu bilan hisoblagichdagi o'sha sim kartada muammosi bormi, aloqaga chiqmasligini yoki batareykasidanmi o'sha aniqlab mobil qurilmasi bilan shuni bartaraf qilish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari hudud mobil ilovasi orqali xonadonni xatlovdan o'tkazish, undagi mavjud nostandart holatlar aniqlangan taqdirda kiritish, ogohlantirish yoki qanaqadir qoidabuzarlik, kamchilik aniqlansa joyiga onlayn tarzda rasmiylashtirib iste'molchini imzosini olish imkoniyatiga ega. Bularni dasturdan o'sha shubhali gaz iste'moli kam bo'lgan yoki muammoli hisoblagichlarni kimdir aytadiki, mani hisobimdagi balans, men gaz yoqib turibman, kamaymayapti degan fikr bor. Bunga shu narsa topshiriq bo'lib keladi. Shuni iste'molchini borib ko'rgin uyini deganda topshiriq bo'lib keladi. Bu keladi, haqiqatan hisoblagichda nosozlik bo'ladigan bo'lsa, qo'lidagi planshet orqali uni o'sha hisoblagichda faol holatga keltiradi. Bu bilan iste'molchi kunlik iste'molni ham nazorat qilib boradi. To'lov o'qigan paytda ham dasturda ko'rinadi. Hududidagi barcha iste'molchilar bunga biriktirib qo'yilgan bo'ladi. Bunga kunlik topshiriq bo'lib keladi. Qaysi xonadonni borib ko'rish kerak, nima ish bajarishi topshiriq bo'lib keladi. Bizda ham nazorat, iste'molchida yaxshiligi bunga topshiriq bo'lib keladi. Bu bajarmasdan uni imkoniyati yo'q, iloji yo'q. O'sha topshiriqni bajarsa, iste'molchida faol hisoblagich, balansini nazorat qilish imkoniyati bo'ladi. Yana bir tomoni buni ana xonadonida bironta kamchilik, nosozlik yoki noqonuniy foydalanish aniqlangan paytda xonadonda kelgan paytda lokatsiyasi bilan birgalikda aniqlangan kamchilik dasturga kiritadi. Qog'oz variantda rasmiylashtirib, uni 1 kun 2 kundan keyin dasturga kiritish emas. Xonadonning eshigidan chiqqan paytda o'sha holat bo'yicha dasturda to'liq ma'lumot shakllanadi. Press-tur ishtirokchilari tomonidan berilgan barcha savollarga gaz ta'minoti korxonalari vakillari tomonidan batafsil javoblar berildi. Avtomatlashtirilgan mahalla iste'mol nazorat hisob balansi tizimini ishga tushirilishidan asosiy maqsad sohani raqamlashtirish texnologiyasini yanada kengroq joriy etish. Buning natijasida yillik gaz yo'qotilishlarining oldini olishiga erishiladi. Tabiiy gaz bir necha barobarga iqtisod qilinadi. Ta'minot esa yanada yaxshilanadi.